Salom bolalar. Yana sizlar bilan men Kozim Play. Bugun esa yangicha video. Bugun bize Sniperski mod o'ynaymiz. Bu oddiy mod emas, qaranglar, hozir nasibrekan ko'rsana. Botlarga qilib qo'yganman, lekin difficulty chiquvchi eksportda eng qiyinida qilib qo'yganman. Mana sizlar uchun real damage chiqamiz. Haqiqiy uron beradi endi botlar menga. Просто psixolog qo'ydim. Ana bo'lsa go. Bolalar sizlardan iltimos podдержка so'rab qolardim. Qancha ko'p like bossanglar, shuncha ko'p video chiqadi, ham rekka chiqsa yaxshi bo'lardi. Qachon mingta bo'lsam, 1000ta bo'lsam, sinfda birinchi o'rinda bo'laman obunachisi bo'yicha. Mazza bo'lardi maqtanishga. Sizlardan iltimos podдержка so'rab qolaman, kim bo'lsa ham. Iltimos birovlar. Voy, bu o'tirgan ekan, voy krisa. Agar mingta bo'lsak, bolalar, sizlar bilan stream qilamiz, bolalar, mazza qilamiz. Agar PUBG o'ynasanglar, sizlarga UC tashib beraman streamda g'oliblarni aniqlab. Profilini seylar, olmas. Hammasi. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, Free Fire or PUBG. Agar Free Fire bo'ladigan bo'lsa, men Free Fire'da ham kontent qilaman. Agar PUBG bo'ladigan bo'lsa, men PUBG haqida ham kontent qilaman. Menimcha ko'pchilikka PUBG qiziq. Agar Free Fire'chilar like bomba qilib, kommentariyani bomba qilib tashasa, tak Free Fire'da kontent qilamiz. Free Fire'chilar ham mazza. Free Fire'da o'zi yaxshi o'ynayman, PUBG'da ham yaxshi o'ynayman, lekin bu telefonim PUBG'ni zo'r emas. Harakat qilaman yaxshi o'ynashga. Obunachilar bilan mazza qilib birga bir anaqa lobbilar o'ynaymiz bolalar. Free Fire'da ham mazza qilamiz. Buning uchun sizlar nima qilishinglar kerak? Ko'proq like bosishinglar kerak. Men iloji boricha ko'proq podдержка qilishinglar kerak. Sizlardan podдержка, mendan video. Sizlarga videoim yoqyaptimi, yoqmayaptimi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kommentariy ochiq bo'lsa, yoqsa like bosib qo'yinglar, iltimos. Yoqmasa ham bosib qo'yinglar. Iltimos podдержка qilish kutardim sizlardan. Voy, Eagle. Shamonlash Eagle burgut. Qilyapmiz bolalar. Bitta video chiqdi, prank video, vashi. Agar shu videoni ko'rayotganlar bo'lsa, prank videoni ham ko'ringlar. Vashi zo'r bo'lgan, lekin kulasizlar, lekin ko'rsanglar mazza. Kanalda har kuni video joylanadi. Kirib ko'rib turinglar, bratlar. Obuna bosib, hammasi o'sha qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar, hammasi deganini. Qanaqa video qo'ysam, hammadan birinchi sizlarga birinchi bo'lib boradi. Masalan, birovlarga kech borsa, sizlarga birinchi qo'yilishi bilan boradi. Shuning uchun podpiska bilan qo'ng'iroqcha tugmachasini yoqib qo'yish. Oy, o'tirganini qaranglar qilamiz. Do'stlar, shu videomizni qancha ko'p like qilsangiz, shuncha videomiz ko'payadi. Xayr, sizlar bilan ko'rishguncha Kozim Play.